Bu videoni ko'rganingizdan so'ng bu yil aniq ro'za tutasiz. Kelinglar bugun ro'za tutishning top 3 ta eng foydali xususiyatlari haqida gaplashamiz. Birinchisi bu avtofagiya deb ataladi, ya'ni hujayralarning yangilanishi. Ya'ni ma'nosi siz och qolganingizda tana eski va shikastlangan hujayralarni yeb bitirib, o'rniga yangilarini hosil qiladi. Bu jarayonni oddiy tilda tananing generalniy uborkasi yoki katta tozalash deb atasak ham bo'laveradi. Ikkinchisi bu insulin sezgirligini oshirish va tanani ortiqcha vazndan xalos qilish. Ya'ni ro'za tutish orqali tana qondagi qand miqdorini emas, balki tanadagi ortiqcha yog'larni eritib, energiya hosil qilishni boshlaydi. Bu esa 100% sog'lom usulda ortiqcha vazndan qutulish va qandli diabetning oldini olishni anglatadi. Qisqa qilib aytganda, tana energiyani shirinliklardan emas, balki ortiqcha yog'larni yoqish evaziga oladi. Uchinchisi bu hammamizga ma'lumki ruhiy xotirjamlik va irodaning mustahkamlanishidir. Ya'ni o'z nafsini tiya olgan inson hayotdagi boshqa qiyinchiliklarga ham bemalol osonlikcha sabr qila oladi. Bu jarayonda miyamiz baxt gormoni bo'lmish dopaminni boshqarishni o'rganadi. Va bu bizga diqqatni jamlashda anchagina qo'l keladi. Qisqa qilib aytganda, ro'za tutish bu irodangiz uchun trenajyorniy zaldir. Ro'za bu faqat och qolish emas, balki tana va ruhning qayta tug'ilishidir. Agarda videomizga yoqqan bo'lsa, like bosing va bu videoni do'stlaringizga ham ulashishni aslo unutmang.